Inson Allohni taniydi, iymon keltiradi, uni amrida mustaqim bo'ladi, namoz o'qiydi. Ammo mana shu namoz o'qiyotgan namozxonda ham ba'zida qalbi zanglab qoladi. Ibodatlari shunda faqat shakliy bo'lib qoladi. Namozda turadi, xayoli bozorda bo'ladi. Ya'ni qalb zanglab qolganligini alomatlaridan bittasi qalbi ibodatda emas, dunyosida bo'ladi. Qalbida xushu bo'lmaydi. Ibodat u uchun quruq harakatlarning yig'indisiga aylanib qoladi. Roza tutadi, ammo qalbida xushu yo'q. Hajga keladi, sayyohdek, sayohatchidek qalbida xushu yo'q. Shuning uchun birodarlar, bilib qo'yaylik. Xushu ibodatning siri. Xushudan, ya'ni ibodatdan ko'zlangan maqsad xushu. Aytyapmiz-ku, sizni qalbingiz xoshi bo'lsa, qalbingizda xushu bo'lsa, namozda turganingizda bozor sizga kelmasligi kerak. Hisob-kitoblar kelmasligi kerak. Muammolar kelmasligi kerak. Siz namozda turib, o'sha narsalarga xayol ketyaptimi? Xayolingiz ketyaptimi? Demak, xushu yo'q. Faraz qiling, bir odamni o'limga hukm qilishdi. Hozir osishadi yoki kallasini olishadi. 2 rakat namoz o'qib oldi, ruxsat berishadi. Mana shu namozda xushu bo'ladi. Chunki namozda o'qib bo'lishiga qatl bo'lishini biladi, dunyodan chiqib ketishini biladi, o'shuning uchun mana shu odamning namozida xushu bo'ladi. Eslang, qachon shunaqa xushu bilan namoz o'qigansiz? Bir 10 yil bu yog'ini istaydi, orqani istab uyalib qolasiz. Aytyapmiz-ku, ibodatlarda hammasini siri, orqasidan ko'zlangan maqsadi mana shu xushu edi. Xushusiz qilingan ibodat ruhsiz jasadga o'xshaydi. Xushusiz qilingan ibodat bu bor yo'g'i rasm-rusumlar yig'indisi bo'lib qoladi. Ana, mushriklarni ko'rmaysizmi? Ibodat deb o'zlaricha bir harakatlarni qiladi. O'tiradi, turadi, yuguradi, ammo ruhi yo'q. Bizning namozimiz bilan ro'zamiz ham shunaqa bo'lib qolmasligi kerak. Mana xatmida turibmiz. Soatga qarab qo'yamiz. 5 minutdan o'tib ketdi mo 2 rakat. Natajinda cho'zib yubordi qori. Kanni yana qo'yib ketdi. Ehoz ko'tarilib ketdi. Chiyilavordi. Isib ketdi xona, sovib ketdi xona. Subhanalloh. Boyaga qatlga hukm qilingan odam namoz o'qiyotganda oyog'ini yumshoqmi, qattiqmi, issiqmi, sovuqmi e'tibor qiladimi? Yo'q. Nima uchun? Qo'rquv bor. Bizning ibodatlarimiz, birodarlar, marosimlar yig'indiga aylanib qolmasin. Marosim bilan ibodat o'rtasida farq bormi? Bor. Marosimlarda maqsadi, g'oyasi va ma'nosi bo'lmaydi. Akalar, u marosimlar modomiki shariatga zid bo'lmasa qilaversin, urf-odatga haqqi bor hamma xalqda. Ammo uning orqasida bir maqsad bilan bir ma'no bo'lmaydi-da. To'g'rimi? Ibodat, birodarlar, uning orqasida g'oya bor. Uning orqasida hikmat bor. Uning orqasida bir maqsad bor. Mana zakot, haj, sadaqa, namozlarni ko'rib chiqamiz. Bularning orqasidagi g'oya, maqsad nima ekanligini Alloh Qur'onda aytgan. Astagfirullah. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Ey Muhammad alayhisalom, mana zakot bilan sadaqa haqida. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab, tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, zakot va sadaqadan maqsad molni poklash, nafsni poklash va fazilatlar bilan bezash. Ana, maqsadi bor ekanmi? Zakot bilan sadaqadan ko'zlangan maqsad nafsni poklaymiz, molni poklaymiz, nafsimizni fazilatlar bilan bezaymiz. Baxillik degan kasallikni chiqaramiz. Demak, zakot bilan sadaqaning maqsadi shu. Roza. Mana roza tutyapmiz. Nima edi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqvoli zotlar bo'lishinglar uchun, taqvodor bo'lishinglar uchun ey mu'minlar, avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham roza farz qilindi. Rozadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan.
Qo'yingki, boshqa hamma amallarimizni qarasanglar, orqasida bir maqsad bor, birodarlar. G'oyasi bor, hikmati bor. Birodarlar, biz Alloh taoloni tanisak, Alloh taoloni hukmlarini, hikmatini tushunsak, dinni o'rgansak, Allohni tanisak, tamom. Hamma muammo hal bo'ladi. Ishonasizlarmi? Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Allohni tanidingmi? Chinakamiga tanidingmi? Muammolaring qolmadi. Hamma muammolaring yechiladi. Bu nima degani? Sen haqiqatan Allohni tanigan bo'lsang, Allohni Rob ekaniga, yaratuvchi ekaniga, ko'rib bilib kuzatuvchi ekaniga, har narsaga qodir ekaniga, Razzoq ekaniga, G'ofurur Rohim ekanligiga ishonching komil bo'lsa, sen gunoh qilmay qo'yasan. Gunoh qilmay qo'ydingmi? Muammo yechildi. Nima uchun? Chunki ustimizga kelayotgan qanaqa muammo bo'lmasin, birodarlar, o'zimizni qilayotgan gunohimiz sababidan keladi. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Mana dalil. Nima musibat yetmasin deyapti Alloh taolo. Qanaqa musibat yetmasin? Bima kasabat aydikum. O'zingizlar xohishlari bilan, ixtiyoringlar bilan qilgan ish sababidan keladi. Yana Alloh hamma gunohga jazo bermaydi, ko'pini kechirib turadi. Gunoh bormi? Musibatni kutavering. Gunohdan tiyildingizmi? Musibatlar, muammolar tugadi deging. Demak, Allohni taniganing aniq, Allohga iymoning komil, demak, osiy bo'la olmaysan. O'sha ko'chada osiylik qilib yurgan odamlarni qarasangiz, muammosi mashi. Allohni tanimaydi ular. Allohni tanimaydi. Endi sen Allohni tanib, osiylikdan qutuldingmi? Demak, xayriyatga kirding. Muammolaring birin-ketin yechilishni boshlaydi. Chunki hozir aytdik, aksar muammolarimizning sababi nima ekan? Qilgan gunohlarimiz ekan. Qarang oyatning go'zalligini. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo unga har qanday muammodan chiqib ketadigan yo'lni, yechimni beradi. Va orqasidan kutmagan joydan rizqni beradi. Taqvo qilsang, muammolaring yechiladi, kutmagan joydan rizqini beradi. Davomini qarang. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga ishini topshirsa, Allohga suyansa, tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Qarang, taqvo qiluvdingiz, muammoning yechimini berdi, rizqingizni berdi. Tavakkal qiluvdingiz, ishingizni qo'liga oldi. Endi sizga muammo qoladimi? Tushunyapsizlarmi? Muammo nimada? Katta savdo markazlarida ana shu sotuvchilarni nazorat qilib turishlik uchun ustlariga kamera qo'yib qo'yadi. Ko'rgansizlar. Kassalarda ustida kamera turadi. Ana shu kamera orqali shu sotuvchini har bitta harakati kuzatib turiladi. Har bitta qilgan harakati, har bitta aytgan so'z yozilib turadi. Shuning uchun u ish joyida uxlamaydi, telefon o'ynamaydi, gaplashib o'tirmaydi. Nima uchun? Kuzatuvda ekanligini bilgani uchun. Agar odamlar ham qani bitta kamera o'sha savdogarni tartib intizomli qilib qo'yapti-ya. Bitta kamera ja oshib borsa ishdan haydab olar. Oyligini qisqartirib qo'yar, lekin bitta kamera uni kuzatib turganligini ko'rgani uchun ishini bilib qilganidek, agar odamlar ham hayotda Alloh ularning har bitta qilayotgan ishidan xabardor ekanligini bilsa, uyidami, ko'chadami, safardami, hazardami, va mana shu qilgan ish uchun Alloh taolo unga jazo berishiga aniq ishonsa, gunohga qo'laramidi? Tushundinglarmi ukalar? Hayotingizda zo'r bo'lishini xohlasanglar, kelajakda va hozir gunohdan ehtiyot bo'linglar. Siz bilan biz qilayotgan bu ibodatlarimizdan ko'zlangan maqsad mana shu xushu, taqvo, qo'rquv edi. Agar biz namoz o'qisak, roza tutsak, zikr aytsak-ku, hayotda qilayotgan ishlarimiz bu zikrimizga, namozimizga to'g'ri kelmasa,
demak biz bu amallarimiz faqat shakliy bo'lib qoldi. O'shuning uchun rizqingizda baraka yo'q. O'shuning uchun boshingiz qarzdan chiqmayapti. O'shuning uchun ishingiz yurishmayapti. Ming xil yo'lini qilib ko'ryapsiz. Har xil bir treninglarga borib, biznes trenerlardan eshityapsiz, lekin hech ham bo'lavermayapti-da muammo yechimi. Sabab nima ekan? Sabab nima ekan? Ana shu qilayotgan ishlarimiz bizning hayotimizda aksi ko'rinmayapti, ibodatlarimizda. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, har bitta holatingda Alloh seni kuzatib turishiga aniq ishonsang, mushkulalaring hal bo'ldi. Gunoh qilmaysan, mana shu mushkulalaringni hal bo'lgani bo'ladi. Namoz. Innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namozdan ko'zlangan maqsad demak nima ekan? Fahsh va munkardan qaytarishi. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sadi. Namozni o'qiysan, ammo buzuqlik va fahsh ni to'xtatmayotgan bo'lsang, seni namozing namoz emas. Payg'ambarimiz aytganlar, kimning namozi uni fahsh va munkardan to'smasa, uning namozi namoz emas deganlar. Endi namoz o'qib turib ham boloxonali so'kishdan to'xtamayaptimi? 3 ta gapini 4-inchisi so'kinishmi? Demak, uni namozi namoz emas. Chunki namozdan ko'zlangan maqsad mana shu fahsh bilan munkardan tiyilishligi edi. Demak, birodarlar, namozdan ko'zlangan maqsad zikr edi, yaqinlik edi, nur edi. Dinimiz namozga, ro'zaga, hajga buyuradi. Lekin har bittasining orqasida hikmati bor, maqsadi bor. Bu narsani Qur'on bilan sunnat bizga bayon qilgan. Har bitta ibodat uchun bandaga bir ulug' ajr xariyatlar bor. Endi ana shu qilgan amaliga mukofot olish uchun u amallarida ruh bo'lishi kerak. Amallardagi ruh ana shu xushu bo'ladi. Aks holda bizni qilayotgan amallarimiz xushusiz bo'lsa, ruhsiz bo'lsa, bu marosimlarga o'xshab qoladi. Ma'nosiz xatti-harakatlarning yig'indisiga o'xshab qoladi.